Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Talas Shomurodov YouTube kanali. Bugungi videomizda esa biz sizlar bilan Juventusning eng kuchli hujumchilaridan biri Kenan Yildizni, o'zimizni qardoshimizni full qilamiz. Hozir uni kartasini topib olamiz. Birinchi navbatda bu akkauntni bizga berib turgan blurchiga obunachimizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Hozir biz bu yerdan keraksiz futbolchilarni sotib yuboramiz. Legendarniy ko'rishlarini olamiz. Ularni sotish orqali yana Vuskovichni ham sotib tashlaymiz. Yana bir ikkitalari bor, masalan Patrik Ber, bu ham keraksiz futbolchi. Mayli, qolganlari turib turaversin. Yildizni statistikalarini ko'rdingiz. Xudo xohlasa 6 ta 100 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Mana birinchi kuchaytirgichlarimizni beryapmiz. Bu yerdan esa staminaga beramiz, bu yerdan accommodationga beramiz, ball control. Bo'lmadi, bu yerda satara chiqib qoldi, kerak emas. Accommodation, ball control. Yaxshi. Satariga bermadik bir amallab. Va 85 holatiga yetib keldi Kenan Yildiz. Endi yana beramiz kuchaytirgichlarimizni. 4 talik legendarniy kuchaytirgichlarımızdan, legendarniy emas edi menimcha, stamina, pas, 2 talikdan berdik va 86 bo'lmadi. Mayli, hech qisi yo'q. Qolaversa bizda olmoslarimiz ham juda ham ko'p. Kuchaytirgichlarimiz ham ko'p, olmoslarimiz ham ko'p. Juda ham super bo'lgan akkauntda video olyapmiz. Accommodation, pasga berishgan bo'lardi-yu, mayli, hech yo'q. Control, stamina, accommodation berdik va 86 darajasiga yetib keldi Kenan Yildiz. Endi bu yerdan tezlikka, staminaga, pasga, yo'q, to'g'ri emas ekan. Pas, stamina, tezlik va stamina. Yildiz hozircha yaxshi ketyapti. Bir qarashda bundan 400 chiqmaydiganga o'xshaydi, lekin biz chin ko'ngildan chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Accommodation, pas, ikkitalik kuchaytirgichlarimiz va bizga bir extrus berdi. Accommodation, stamina, ball control, zarba. Mayli, bosdik. Bizga satara va taklingga tushmasa bo'ldi. Qolgan joylarga tushsa hech qisi yo'q. Ball control, accommodation, pas. Yo'q, bo'lmas ekan. Satara bilan taklingga bermoqchi edi, keyin kerak emas dedik. Va Kenan Yildizda bitta 100 bor jigarlar. Videoni shu joyda to'xtatib, bitta like va kommentariyaga omad so'zini yozib keting. Bu bizga motivatsiya bo'ladi va ko'proq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Agarda sizning akkauntingizda o'yinchilarni full qilib video chiqarish kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, lichkamga yozib, bemalol akkauntinglarni YouTube'ga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Accommodation, pas, tezlik, zarba. Va bizda ikkinchi yuzimiz ham chiqdi. Ball control va accommodationlar 100 bo'ldi. Zarba, yo'q. Bir amallab stamina va tackling, stara va tacklingga bermoqchi bo'lyapti bu. Baribir stariga bitta berib qo'ydik, mayli, hech qisi yo'q. Qolgan joylarni lekin 100 qilishimiz kerak. Biz 6 ta 100 chiqaramiz deb aytib qo'ydik videoni boshida.
91 bo'ldi. Bitta 100 chiqdimi hozir ko'rib? Yo'q, chiqmagan ekan. Menimcha 600 chiqishiga juda yaqinlashyapti. Xudo xohlasa 600 ni chiqaramiz. Olmoslarimizdan ham ayamasdan ishlatib tashlaymiz. Zarba ham 100 bo'ldi. Yaxshi. Yildiz 92 bo'ldi o'zi umumiy ko'rsatkichi. Stamina pas. Yo. Shu joyda bizda. Stamina pas. Va stamina 100 bo'lishi kerak edi. Bristros bo'ldi, 100 bo'lmadi. Satara stamina. Yaxshi. 400 ham bor jigarlar. Yıldızdan 400 ham bor. Bitta 99 va 98 ham bor. Hozir xudo xohlasa 600 ni chiqaramiz bundan bir amallab. Legendarniy kuchaytirgichimizdan darvozabonni sotsak ham baribir nimaga berar ekan. Hozir shuni sinab ko'rdik. Suylarni sotib yubordik tezlikka va pasga berdik va 600 chiqdi. 600 chiqdi jigarlarim. Mayli, hayajonlanmaymiz. Gapimizni ustida turib 600 ni chiqardik. Endi bo'lsa buni full qilib qo'yishimiz kerak. Sotarini 80 qilsak juda ham yaxshi bo'lardi. 78, 79, 80. Mana 80 bo'ldi. Yana bittalikdan beramiz. Satara ikkita satariga berildi va satara 82. Yildiz esa 600 chiqqan. Ajoyib holatda full. Boshqa blogerlar ham atvet qilib chiqarsin. 600 chiqara oladigan bo'lsa kutamiz natijani. Endi esa boshqa yangiliklarimizni aytishni boshlayman. Jigarlar, TLS Gamer Sub turnirini boshlab qo'ygandim. Bu turnirga bilasiz ko'p vaqt kerak. O'zi bitta professional videoni montaj qilish uchun ko'pida bir hafta vaqt ketadi, kamida 5 kun vaqt ketadi. Shuning uchun professional montajyorlar, katta videoni montaj qiladigan montajyorlar bo'lsa, bepulga bir oycha bepul bo'ladi. Keyin aktiv ochgandan keyin turnirlarda qatnashishni ham ozgina pullik qilib qo'yamiz. Obunachilarga ham, boshqalarga ham qiziq bo'ladi. Video montajyor bo'lsa, keyin bizga TLS Gamer Subga homiylik qiladigan, o'zini biror bir mahsulotlarni yoki shunchaki ko'ngildan chiqarib homiylik qiladiganlar bo'lsa, menga Telegramdan murojaat qilsin yoki tanga olmos yig'ib berish kerak bo'lsa akkauntingizga, bunga ham Telegramdan murojaat qilsanglar, eng arzon narxlarda akkauntingizga tanga va olmoslarni yig'ib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamda Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa Telegram kanalimizda 100 ta bo'lsak bitta zo'r turnir tashkillashtirib beraman va bepulga TLS Gamer Subda professional montaj, professional preview, tavsif va sizni mashhur qiladigan editlar bilan birgalikda YouTube'ga video qilib TLS Gamer Sub va TLS Shomurodov kanallarida qo'yib beraman 100 ta bo'lsak. Hamda YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. YouTube kanalimizda 50 mingta bo'lsak, gapimga javob kamida 10 ta full akkauntni, full TLS akkaunt, barcha o'yinchisi full, 11 ta asosiy tarkib va 8 ta zaxirasi full akkauntdan kamida 10 ta akkauntni Telegram kanalimizdagi obunachilarga bepulga tarqatib yuboraman. YouTube'da 50 mingta bo'lganimizda. Xudo xohlasa shorts videolardan ham ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Bilasizlar, shorts videolar yaxshi obunachi olib keladi. Bu youtuberlarning sirlari.
Mayli, buni ham aytib qo'ydim. Короче, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada qadab qo'yaman.